Men Allohdan kuch so'ragandim. U menga bir qancha qiyinchiliklarni in'om etdi. Ularni yengib o'tish davomida ana shu so'ragan narsalarimga ega bo'lgan ekanman. Allohdan aql so'ragandim. U meni bir qancha muammolarga duchor qildi. Bu iltijoyimni ham amalda tasdiqlab bergan ekan. Qilayotgan ishimga rivoj so'ragandim. Alloh meni ishga ko'mib tashladi. Hayotimning jo'shqin davrini ana shu paytda o'tkazgan ekanman. Men Allohdan iymon so'ragandim. Allohim iltijolarim asosida iymonimni mustahkam qilayotgan ekan. Allohdan jasorat so'ragandim. U menga musulmonlarga yordam qo'lini cho'zishdek imkoniyat yaratib bergan ekan. Men Allohimdan halovat so'ragandim. U menga qalb berib, iymon ila uni bezatib qo'ygan ekan. Men Allohdan to'g'ri yo'l so'ragan edim. U menga eng to'g'ri yo'l bo'lmish islomni ko'rsatdi.